Bo'ldi-da, Karalyo, o'ynayapmiz-ku. Vamos, Karalyo. Vinicius Junior Rayoga qarshi nafaqat o'zining eng yaxshi o'yinlaridan birini o'tkazdi, balki Bernabeuda yig'ilgan muxlislar bilan ham munosabatini yaxshilab oldi. O'yin boshidan beri muxlislar o'ziga va jamoadoshlariga nisbatan xushtakbozlik qilishayotgani Viniga yoqmadi. Bo'ldi-da, Karalyo, har doim shunday. Vamos, Karalyo. Folli vaziyatlarda esa hakam bilan tortishni ham unutgani yo'q. Xushtak chalinmadi va Vini 2 marta. Ey! U yerda va bu yerda. Menga qachon chalgansan o'zi? Mana bu vaziyatda ham Vini yiqitilgandan keyin foul yo'q va Vinining reaksiyasi. U hakamga qarata qarsak chalib qo'yadi va bosh barmog'ini ko'rsatadi. Yaxshi. Mana bu vaziyatda esa Kamavinga Viniciusga pas uzatadi, lekin to'p Viniciusgacha yetib borgani yo'q. Va Vinicius boshqa bilan o'yna, menga uzatma, boshqaga uzat. Bo'ldi, menga uzatma, boshqa bilan o'yna. Viniciusga juda ham oson vaziyatda to'p yo'qotilgani yoqmadi. Boshqaga uzat. Foydasi. Andrey ketib borayotgan Viniciusga qandaydir savol berdi shekilli. Hazillashyapsanmi? Javob yo'q bo'ldi shekilli, Vinicius kulib qo'ydi. Bu vaziyatda esa Vinicius Rayo futbolchisiga maydonni tezroq tark etishga yordam bermoqchi bo'ladi. Nima qilyapsan? Sen nima qilyapsan, Yana 3 marta xuddi shu savolni bergandan keyin, gaplashamiz, tashqariga chiq. Yana shundan keyin Rayo futbolchisi Andreyga murojaat qildi. Bo'lmasa nega men bilan gaplashyapsan? U bilan gaplash. Yana shu gaplarni bir necha marta qaytargandan keyin foydasi. Aynan mana shu o'yinda biz har tomonlama eski klassik Viniciusning versiyasini ko'rdik.